Sevimli kichik do'stlar, chiroy turqining go'zalligi, chiroylikligi bilan maqtanadiganlar bilmaydi-ki, chiroy turuq yillarning o'tishi bilan satlashidi. Ko'rimsizlashib, qo'riq besib, so'lishib, asli go'zalligidan asarmi qolmaydi. Chiroyning, kiyimning qo'lidan kishilarga yaxshilik qilish yoki o'ziga naf yetkazish degandek biror foyda manfaatmi kelmaydi. Qisqasi, chiroyi kiyimi bilan maqtanish eng ahmoqlikdir. Xo'sh, qiynamsa so'zimizning dalili sifatida so'lat kiyimda emas, ilmda nomli tuvandagi masalaga birlikda quloq solib boqaylik. Kunlarning birida gul chechakka to'lgan go'zal bir tog'ning bag'rida har xil qush va jonivorlar jam bo'lishib qolgan ekan. Gapdan gap chiqib, hunar mahorat to'g'risida parang bo'lib qapti. Har kim o'z hunar mahoratini tunishtirishga to'g'ri keldi. Bulbul kamtarlik bilan: "Menda alohida so'zligidek hunar yo'q. Ancha-muncha naqsh etishni bilaman shu" debdi. "Mening doktorlikdan oz to'la xabarim bor" debdi Temir Tumshuq. "Dildara qo'zoqlar ichiga kirib olgan ziyondosh qurtlarni xanjardek ushluq tumshuqim bilan cho'qib o'ldirib, daraxtlarning kesilini davolayman shu." "Men quruqliqdami, sudimi yashay olayman, osmonda ucha olayman" debdi g'oz uzun bo'yinlarini so'zib. Toshqan uzun quloqlarini dingaytib, ko'pchilikka takshi qarab qo'yib: "Men salpan quloq, ko'rimsiz bo'lgan bilan har holda saykak. Xili yiroqdagi tevishlarni anglay olayman. O'zimmi chaqqan, xili obdan sakray olayman" debdi. "Men hammalardan kichik" debdi qarg'ay shexiga qo'nib o'tirgan qushqach. "Lekin uchishga kelganda ancha-muncha karomatim bor. Xili tezam yiroq ucha olayman." Boshqalarmo ana shundoq o'z hunarini qanchalik bo'lsa shunchalik tanishtiribdi. Bu so'rinda oliyshil kiyimlarni kiyib, pozori yasinib olgan to'zmi bor ekan. U boshqalarning tushuntirishlarini mansitmaganda qilib, gap qilmay o'ltiribdi. Oxir g'azning ichi pushibdi. "Qaq, chiroyli to'zchoq. Senda nima hunar bor? Anglab baqqan bo'lsaq" debdi. To'z o'zida eg'izga olgudek biror hunarning yo'qligini bilib turib, yanala atkachilik qildi. "Mening nima hunarim borligini ko'pchilik o'ylab tepinglar" deb qo'yib, ko'ldagi suvga tushgan sho'lisiga qarab o'ltiribdi. So'rindikilar bir-biriga ma'nilik qarishib qo'yib, o'ylashga boshlabdi. Bir hazadan keyin Temir Tumshuq To'zga qarab: "Men uzoqdan buyon seni kuzatib kelyapman. So'latingdan hammamiz ayminimiz. Lekin uchishga kelganda qushqoshchilikmi karomating yo'q. Sening ju qora, tishing pol-pol, iching g'al-g'al. Sendiki birdan bir hunar o'zingni yasash. Topdingmi?" debdi. Topding" deyishibdi ko'pchilik tangla kulishib. "Ey To'z, sen tishingni bezayman deb avora bo'lguncha bilim hunari bilan ishingni bezigin ma'qulmi?" Qushlarning har xil gaplaridan yasanchiq To'z gapma qilolmay, po'kandek qizirib o'ltirib qoldi.